Boradi, no'lam soch soqollarni qarab, vashi o'sib ketdi. Bu yerda sartaroshxona yo'qmikan? Mana sartaroshxona. Doston barber shop. Qani kiraylikchi. Sartaroshxona ekan, bir kirib bir xizmatlarni bilaylikchi buni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchaymizmi? Bo'lyapti, rahmat. Aka, qanaqa xizmatlaring bor endi biz soch soqollar pasaytirsak? Xizmatlarimiz bizda chiska xizmati bor, soch olish xizmati bor, massaj. Eng asosiysi hozirda rosa muammo bo'layotgan sochiq masalasini biz одноразовый sochiq qilib kelganmiz. Zo'r-ku. Ya'ni bir marta ishlatadi, shu bilan tashavorlari har bitta klinika deb sotiladi. Keling shularni gapirgandan ko'ra o'zingiz ko'rsating. Qani kiraylikchi u degan. Marhamat. Clima perfeito, noite enluarada. Fala afiados, caçador vai a caça. Na captura delas, de bailão em bailão. Na captura delas, de bailão em bailão. Bailão, não, não, bailão, bailão, não, não, bailão, bailão, não, não, bailão, bailão, não, bailão, bailão, não, não, bailão, bailão, não, não, bailão, bailão, não, não, bailão, bailão, não. Vai a caça na captura delas, de bailão em bailão. 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 Bailão, não, não, bailão, 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 bailão. Agar sochlarini olmoqchi bo'lsanglar, mana shu pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bron qilsanglar bo'ladi. Doston barber shop nomeradi. Ular ish vaqti ertalabki soat 8:00 dan kech payti 22:00 gacha. Doston barber shopga mana shu mukammal nigohda mana shu to'r liniyalarga chiqsanglar, oxirgi kanechkasi to'xtagandan keyin Doston barber shop. Noilar Doston barber shop akademiyasini manzilini so'raman, shahar hokimiyati Tarona 1621, yana shu to'r liniyasida. To'r liniyasi, ya'ni shahardan o'sha mukammal nigohda oldagi to'r liniyani oxirgi ya'ni nimasi kanechkasidan bu tarafga yurganda shu to'r liniyasi bo'lsa, shuni kelayotganda mana shu mana shu plakatga ko'zlaring tushadi. Ya'ni erkaklar sartaroshxonasi, shuni kelganlarida mana shu sariqda Doston barber shop deb yozib qo'yilgan. Mana shu yerda podvaldan shunday kirib ketiladi.